Qancha ko'p gapirsangiz ham turmush o'rtog'ingiz sizni eshitmayaptimi? Bundan ham yomonrog'i esa u hatto tushunmayaptimi? Agar sizda bu savollar bor bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Bugun bu savollarga psixologik munosabat mavzusidagi eng kuchli tavsiyalar asosida tayyorlangan 10 ta muhim faktni sizga yetkazaman va siz munosabatda o'zingiz yo'l qo'yayotgan xatolarni ko'rib chiqasiz. Xo'sh, savol shunday. Siz noto'g'ri gapiryapsizmi? Xato qayerda? Eshitmayotgan eringizdami? Yoki gapirishni bilmayotgan sizdami? Men esa javobni quyidagicha beraman. Xato muloqot uslubida. Ya'ni biz to'g'rilashimiz kerak bo'lgan yagona narsa muloqotning 10 muhim qoidasidir. Munosabatda ayollar o'zlari sezmagan holatda juda ko'plab marta tahdiddan, ya'ni shantajdan foydalanamiz. Qanday qilib men ketaman iborasi bu qadar zerikarli va ta'sirsiz bo'lib qolganiga keyinchalik o'zimiz hayron qolamiz. Nima uchun? Chunki bu yerda aniq sabablar keltirilmaydi. Vaziyat ochiqchasiga gaplashilmaydi, siz istayotgan narsalar aniq-tiniq qilib egasiga yetkazilmaydi. Manipulyativ shaklda men ketaman iborasi esa erkakni asta-sekin zeriktiradi. Bunday munosabatni xavfli deymiz. Nima uchun? Ichkaridan uzoqlashuv mavjud. Ya'ni tahdidni o'rniga, shantajni o'rniga hissiyotlarni ayting. Hozir o'zimni yolg'iz his qilyapman, menga yaqinroq bo'lishingni xohlayman. Ya'ni aslida men ketaman iborasining tarjimasi sizda mana bunday, ammo siz bu iborani ishlatish bilan munosabatdagi vaziyatni, munosabatdagi iliqlikni, aniqlikni kamaytirasiz. Ikkinchi va muhim qoida bu sevgan insoningiz bilan muloqot ohangi, ya'ni tan olamizmi yo'qmi qizlar, juda ko'pchiligimiz turmushdan so'ng avvalgi muloyimlikni, avvalgi ovoz jozibasini asta-sekin yo'qotib boramiz. Ya'ni to'ydan oldin siz qaysi ohangda, qanday iliqlik bilan gapirayotgan edingiz va bu muloyimlik qayerga g'oyib bo'ldi? Nima uchun uni o'rni dag'allik bilan bu qadar to'lib ketdi va bu sizning juftingiz tomonidan sizningcha qanday eshitilyapti? Savol bering o'zingizga. Men hozir u bilan begona odamdek gaplashyapmanmi yoki sevgan insonimdekmi? Biz aslida aksini qilamiz, ya'ni begona insonlar bilan muloyim, ehtiyotkorona ohangda gaplashishni tanlaymiz. Afsuski o'z juftimizga kelganda esa bu qobiliyatlar negadir so'nib qoladi. Va sevgi esa faqat hissiyot emas, bu ohang, hurmat, yumshoqlik va albatta sabrdir. Bu yerda oddiy o'zgarish bor. Ohangingizni 20% ga yumshating, natija esa 80% ga o'zgaradi. Va uchinchi muhim qoidamiz bu vaqt, ya'ni to'g'ri tanlangan vaqt. Bir narsani unutmaslik kerakki, to'g'ri tanlangan vaqt bu siz bilan munosabatda, turmush o'rtog'ingiz bilan munosabatdagi muammoni 50% yechimi hisoblanadi. Nima uchun? Erkak ishdan charchab kelgan payti, qizlar unutmang, muhokama vaqti emas. O'sha paytda gapirsangiz, u sizni hech qachon eshitmaydi. Siz esa natijada meni tushunmayapti, men bilan gaplashgisi kelmayapti degan gumonlarga borasiz. To'g'ri yo'l nima? Ya'ni yechim nima? Senga muhim gapim bor. Qachon gaplashsak qulay bo'ladi degan oddiy narsani, oddiy so'zni ishlatish, ya'ni bu juda kichik hurmat, katta ochiqlik keltiradi aslida. Va 4-oltin qoidamiz esa kamroq gapirish deb nomlanadi. Qanday qilib? Albatta qizlar, juda ko'pchiligimiz hissiyotli mavzularda to'lib toshib gapirishni yaxshi ko'ramiz. Dugonalarimiz bilan, oila a'zolarimiz, ya'ni onamiz, opamiz, singlimiz bizni soatlab hissiy mavzularda ular bizni eshita oladi. Har qancha aylanib boshqa mavzularga o'tlab yana o'sha mavzuga qaytib kelsangiz ham odatda ayol sherigingiz sizni soatlab tinglab beradi. Ammo erkaklarchi bu borada biroz qaysarroq, ya'ni biroz toqatsizroq va buni qarama-qarshi jins vakilining o'ziga xosligi sifatida qabul qilishni, ya'ni buni o'zgartirishga urinmaslikni maslahat bergan bo'lar edim. Xo'sh, siz uzoq tushuntirsangiz, gapni aylantiraversangiz, natijada u charchaydi va bu suhbatdan qochadi.
Bu yerda qisqa formula aslida juda ham yaxshi ishlaydi va bu formula muammo plus hissiyot va plus aniq istak. Qanday qilib ishlataman deysizmi? Masalan, turmush o'rtog'ingiz kech qolgani siz uchun bir muammo bo'lib turgan vaqtda bu kamchilikni to'g'rilash istagida siz u bilan gaplashib olmoqchisiz. Siz kech qoldingiz, mana bu muammo. Xafa bo'ldim, bu hissiyot. Oldindan aytsangiz yaxshi bo'lardi. Mana bu esa sizning istagingiz, ya'ni o'zgartirmoqchi bo'lgan vaziyatingizni nomi. Bu yerda aniqlik bor, bu yerda aylantirib gapirish mavjud emas va bu o'z o'rnida suhbatni bahsga aylanib ketishini oldini oladi deyish mumkin. 5-chi muhim tavsiya esa uni emotsional jihatdan kuzatib turing, ya'ni eshitadimi, yo'qmi, hamma gapimni gapirib olsam bo'ldi degan shior bilan uzundan uzoq ma'ruzalar o'qish. Mana bu sizni eshitilmasligingizga sabab bo'ladi. Shuni biling, u qarab turmayaptimi, siz gapirganda u e'tiborli bo'lmayaptimi, demak u allaqachon yo'q, u suhbatda mavjud emas. Ya'ni bu suhbat to'xtadi. Bu monolog shaklida qoldi. Bu suhbat emas, endi bu dialog emas. Unutmang, ya'ni erkak sizga qarashni suhbatda to'xtatsa, bu shunchaki uni odati emas. Bu aslida signal, u charchagan ehtimoli yo'q yoki bo'lmasam siz bu mavzuni juda cho'zib yubordingiz. Ya'ni bu yerda oltin texnikamiz, 2 daqiqa texnikasi juda ham zo'r ishlaydi. Tasavvur qiling, siz gapingiz muhim, ammo u eshitmayapti, suhbatdan zerikkanini sezib qoldingiz, ammo siz ham gapirishingiz kerak. Bu yerda shunchaki 2 daqiqa texnikasini ishlating. 2 minut tinglab turing, keyin tugataman. Shundagina u ongli ravishda suhbatga qaytadi. 6-chi muhim tavsiya esa u sizni fikringizni o'qimaydi. Ya'ni undan telepatni izlamang. Eng katta xato o'zi tushunishi kerak edi, his qilishi kerak edi. Yo'q, bunday qonun mavjud emas. Erkaklar taxmin qila olmaydi. Ular aniqlikni tushunadi xolos. To'g'ri yondashuv qanday? Menga bugun e'tibor kerak. Men bilan biroz gaplashsang yaxshi bo'lardi. Oddiy va to'g'ri, eng asosiysi ishlaydi. 7-chi muhim tavsiya haqida hozir gapirar ekanman, darrov sizda bir fikr keladi. Ya'ni bu haqida juda ko'p eshitganman, bu juda oddiy degan so'zni aytishingiz mumkin, ammo baribir men bu haqida yana aytaman. Ijobiy energiya. Ya'ni erkakni, ya'ni juftingizni yaqinlashtiradigan oltin energiya. Agar siz suhbat davomida ko'pincha muammolarni tezroq aytib olay, kamchiliklarni birinchi aytib olay, ehtiyojlarimni shikoyat tarzida yetkazib olay, eslatib olay, boshqalardan kamroq yashayotganimizni eslatmasam sezmayapti shekilli degan fikrlar bilan suhbatni boshlar ekansiz, muammolarni aylantirib gapirar ekansiz, odamlarni muhokama qilar ekansiz, bilingki, bu suhbat juftingizni ichkaridan charchatadi. Va u siz bilan suhbatdan keyin yengillikni emas, bosimni his qiladi, charchoqni his qiladi. Muhim oltin qoida shundaki, siz suhbatlarni ko'proq ijobiy mavzularga qarating. U sizni ko'proq tinglaydi. Haqiqiy muammo paytida esa sizni jiddiy qabul qiladi. Ya'ni ana undan keyin sizni eshita oladi. 8-chi oltin qoida. Bu eng osoni va shu bilan birga eng qiyini deb aytish mumkin, bu tinglash. Tan olaylik qizlar, juda ko'pchiligimiz eshitishni bilmaymiz. Ya'ni bu hurmatning eng katta belgisi. Ko'p ayollar esa mana shu yerda xato qilamiz. Ya'ni juftingiz gapiryapti, lekin ayol esa ichidan allaqachon javob tayyorlayapti yoki gapni bo'ladi, o'zini oqlaydi, himoyalanadi. Masalan, futbol yulduzi Ronaldoning turmush o'rtog'i bilan munosabatimi va hokazo mavzularda turmush o'rtog'ingiz gap ochar ekan, darrov bu ayolni bor xislatlarini o'zingizdan izlab, o'zingizda yo'qlari uchun esa o'zingizni oqlay boshlaysiz. Mana bu suhbat bahsga aylanadi. Ya'ni u yopiladi. Juftingiz endi bu mavzuda ham siz bilan gaplasha olmadi. To'g'ri yondashuv nima? Oxirigacha tinglang. Tushunganingizni ko'rsating. Oddiy jumla. Men sizni tushundim. Bu erkakni ochadi. Tanqid emas, rivojlanish. Ya'ni bu 9-qoidamiz.
Tan olaylik, juda ko'pchiligimiz tanqidni yomon ko'ramiz. Albatta, u yoqimsiz, ayniqsa u qarama-qarshi jins vakili va ayniqsa juftingiz tomonidan aytilsa bormi? Bu qanchalik yurakni vayron qiladi, qanchalik og'riqlarni uyg'otib yuboradi. Naqadar yoqimsiz, to'g'rimi? Ichingizda darrov himoya yoqiladi. Men noto'g'rimanmi? Meni yomon ko'ryaptimi? Men yetarsizmanmi? Kimga meni solishtiryapti? Va hokazo. Lekin aslida bir haqiqat bor, qizlar. Bir sir bor. Ya'ni turmush o'rtog'ingiz ko'pincha sizga yomonlik uchun emas, aslida o'zi bir muammo deb o'ylagan vaziyatni yechish uchun gapiradi go'yoki. Ha, ehtimol bu muammo emas dersiz. Ha, rostdan ham bu ehtimoli muammo emasdir, ammo u negadir ayni damda buni muammo deb ko'ryapti va shunchaki munosabat uchun bu muammoni yechmoqchi xolos. Ya'ni uni bu holatda qabul qiling, tanqidni. Darrov himoyalanmang. Muloqot yopiladi. Agar xotirjam eshitsangiz, asta-sekinlik bilan muloqotda o'sish boshlanadi. Sog'lom o'sish, ya'ni. Bu qanday bo'ladi? Bu aslida sizni sovuq agressiyalaringiz bilan ham to'xtashi mumkin, ya'ni uning tanqid qilishi. Ammo bu ko'pincha chakaga uchsin iborasi bilan yopiladi erkak tomonidan. Shu gapirmay qo'ya qolsin, mayli hozir gapirsam boshlanadi. O'zini oqlashni gapiradi, baqiradi, nimadir deydi. Qo'y, aytmay qo'ya qolay shu kamchilikni degan ibora bilan u to'xtatmasin. U aslida meni eshita oladi, meni tushuna oladi, meni fikrimni tinglay oladi degan xulosa bilan yakunlashi sog'lom munosabat uchun oltin qoida bo'lib xizmat qiladi. Albatta, hamma gapni qabul qilishingiz, ichingizga yutishingiz esa shart emas. Ya'ni tanqidni o'zingizniki qilib ishontirib singdirib olmang. Lekin uni eshitish bu juda katta kuch beradi. Ikkinchi oltin qoidamiz esa minnatdorchilikni qizg'onmang. Ya'ni uni rag'batlantiring. Minnatdorchilikni rag'bat bilan amalga oshiring. Qanday qilib? Umuman olganda inson psixikasi shunday ishlaydi. Ya'ni biz odatda o'zimizni rag'batlantiradigan, ya'ni mukofotlaydigan harakatlarni ko'proq bajarishga moyilmiz. Ya'ni majburiyatlaringizni chetga qo'ying va bir o'ylab ko'ring. Qaysi ishlar sizni zavqlantiradi? Qaysi harakatlarni ko'proq bajargan bo'lar edingiz va nima uchun? Masalan, siz musiqa tinglashni yaxshi ko'rsangiz, bu sizni rag'batlantirsa, buni ko'proq bajarasiz. Nima uchun? Chunki bundan huzur olasiz, bundan energiya olasiz, yaxshi kayfiyat olasiz, nimadir beradi. Nima uchun yangi ko'ylak sotib olish sizga yoqadi? Unda o'zingizni ko'rkam his qilasiz, dugonalaringiz oldida samatsenkangizni balandroq his qilarsiz, ehtimol, bilmadim. Xullas, sizga nimadir rag'bat bergani uchun bu harakatga moyilligingiz ortadi. Umuman olganda Pavlov buni itlar misolida ham ko'rgan. Masalan, ijobiy rag'batlantirish, mukofotlash orqali xatti-harakatlarni mustahkamlash, ya'ni ko'paytirish. Masalan, sirkda namoyish ko'rsatayotgan hayvonlar sizningcha o'z-o'zidan bu namoyishlarni ko'rsatyaptimi? Ya'ni o'z xohishiga ko'ra qilyaptimi? Shunchaki buyruq bilan qilyaptimi? Aslida esa yo'q. Aslida ularni rag'batlantirish, ya'ni bu harakatni bajargandan so'ng oladigan rag'bati yordamida mustahkamlangan. Nima deganimni tushungandirsiz? Ya'ni sizni erkakka ko'rsatadigan minnatdorchiligingiz aslida bu xatti-harakatlarni, u sizga tomon bajaradigan xatti-harakatlarni ko'payishiga sabab bo'ladi. Juda ko'pchilik ayollar faqat kamchilikni ko'radi, lekin erkak nimani eshitsa, o'shani ko'paytiradi. Ya'ni rahmat desangiz, kichik ishlarni qadrlasangiz, u ichidan yana ko'proq qilishni xohlaydi. Bu ongsizlik bilan bog'liq. Buni ongsiz ravishda qiladi. Ya'ni oddiy misol. Bugun qilganing menga juda yoqdi. Mana bu olib kelganing menga yoqdi. Bu oddiy gap, lekin erkak uchun juda katta motivatsiya. Juda ko'pchiligimiz bir yerda xato qilamiz, ya'ni aytamiz. Qo'limdan kelgan barchasini munosabat uchun qildim. Muloqotni hamma texnikalarini ishlatib chiqdim. Bo'ldi, bas, yetar. Men bu inson bilan ortiq gaplasha olmayman. Bizning suhbatimiz doim janjal bilan boshlanadi, janjal bilan tugaydi. Bularni aytib, taslim bo'lishga hali shoshilmang. Ehtimol hammasini hali qilmadingiz. Ehtimol hali hech narsa qilmadingiz. Ya'ni biz ko'pincha qizlar odatda qarama-qarshi jins vakilidan telepatik xususiyatni kutamiz. Aslida bu insoniyatga xos xususiyat emas, ya'ni fikrlarni o'qiy olish xususiyatini go'yoki. U meni tushunishi kerak edi.
U meni nima istayotganimni bilishi kerak edi. U buni o'zi bilishi kerak edi, men aytishim shart emas edi. Mana bunday narsalarni kutamiz. Aslida esa ular shunchaki biz bilan bir xil emas, biroz farqli tilda gaplashadi. Mana shuning uchun munosabatda yangi muloqotni o'rganar ekansiz, uni majburiyat sifatida olmang. Avvalambor bu narsani qiziqarli mashg'ulot, ya'ni xuddi yangi tilni o'rganayotgandek qabul qiling. Masalan, yangi tilni o'rganar ekanmiz, u yerda qiyinchiliklarga duch kelamiz. Ba'zan tushunmaymiz so'zlarni, ba'zan lug'atlarga qarashga to'g'ri keladi, ba'zan o'zimiz gapirgan gaplarni tahlil qilishga to'g'ri keladi. Mana bu vaziyatda biz odatda muammoni yechimini asta-sekinlik bilan o'rganamiz va yangi tilga kirib boramiz. Xuddi shunday munosabat mavzusida ham turmush o'rtog'ingizni ikkinchi notanish tilda gapirayotgan inson sifatida qabul qilib, u bilan bir xil tilda gaplashishga urinib ko'ring. Va mana shundan keyin munosabatlar samimiy bo'ladi, suhbatlar esa qiziqarliroq bo'ladi. Va nihoyat eng asosiysi, bir-biringizni eshitasiz va tushunasiz. Salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling.